$1000 pulingiz bo'lganda siz Dubayga borgan bo'lardingiz yoki Umra safarigami? Andijonda yagona litsenziyaga ega bo'lgan Ixlos Travel Umra safariga jo'natuvchi Muhammadjon akalarimiz bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Rahmat, Allohga shukr. Sizlarda qanaqa paketlar bor, qanaqa odamlarga qulayliklar bor? Hop, bizda 14 kunlik paketlarimiz bor. 14 kunlik paketda 3 kuni Madinada, 11 kuni Makkada. Eliboshlarimiz, malakali eliboshlar 14 kun qadamma-qadam xizmatlarini qiladi. Mehmonxonalarimiz 2 haramga yaqin bo'ladi. Makkada 1,5 kilometrga boradi, Madinada 200-250 metr bo'ladi. Doktorlarimiz ham bor. Doktorlarimiz 24 soat hojilarimizga, ziyoratchilarimizga kerak bo'lsa xizmatini qilishadi. Ovqatlarimiz o'zbek milliy taomlari. Narxlarga keladigan bo'lsak, Narxlari hozirgi kunda $1000, $1100 gacha berilyapti. U narx o'zgarish ehtimoli bor, sababi aviakompaniyani bileti narxi ko'tarilsa ko'tariladi, tushsa tushadi. hozir yo Andijondan yoki Qirg'izistondan jo'nashyapti ko'pchilik. Hozir sizlarda reyslar qayerdan? Bizda Andijondan emas, bizniki ko'proq Namangandan Saudiya Arabistoni Flyers degan aviakompaniyasi bilan chiqarilyapti. Boeing 350 talik samolyot. Bu videoda ota-onasini safarga, Umra safariga jo'natmoqchi bo'layotgan tanishlar jo'natib qo'ylar. O'zingizlarga ham savol, Umraga borgan bo'larmidingiz yoki Dubaygami? Shu haqda kommentariyada izohlarni yozib qoldiringlar. Akalarimizni telefon raqamlarini videosiga joylab qo'yamiz. Andijon shahar Muhammad Yusuf maktabidan o'tganingizda, o'sha yo'lda bo'yida o'sha korzinkalar qatorida